2021-yilning 20-yanvar kuni AQShning yangi saylangan prezidenti Jozef Bayden rasman o'z vazifasini zimmasiga oldi. 78 yoshli Bayden mamlakatni 4 yil davomida boshqaradi. Shuningdek, u yangi prezidentlik muddatiga nomzodini qo'ymasligini aytdi. Xo'sh, bu inson o'zi kim? Qanday qilib bu darajaga erishgan degan savollar ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak. Shuning uchun ushbu dasturimizda Jo Bayden haqida ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Tayyormisiz? Qani unda boshladik. Jo Bayden 1942-yilning 20-noyabrida Pensilvaniya shtatining Scranton shahrida Jozef Robinette Bayden va Ketrin Baydenlar oilasida dunyoga keldi. U oilasida to'ng'ich farzand bo'lgan. Dastlab Baydenning oilasi badavlat edi, ammo keyinchalik uning oilasi moliyaviy qiyinchiliklarga duch kela boshladi. 1950-yilda Scrantonda iqtisodiy inqiroz yuz berdi va Baydenning otasi uzoq vaqt davomida doimiy ish topa olmadi. Shuning uchun uning oilasi bir necha bor ko'chib yurishga majbur bo'lgan. Keyinchalik Joning otasi eski mashinalar savdosi bilan shug'ullandi. Bolalik paytlarida Bayden duduqlanishdan aziyat chekardi. Buning uchun sinfdoshlari uni tinimsiz mazax qilishardi. Jo bu odatdan qutulish uchun juda ko'p harakat qildi. Ko'plab kitoblar o'qish va mashqlar evaziga u o'zidagi ushbu nuqsonni to'g'rilashga muvaffaq bo'ldi. Bayden Delaware shtatining Clement shahridagi Arkmeyer katolik tayyorgarlik maktabida o'qigan. Shuningdek, u maktab futbol jamoasi a'zosi edi. Maktabdan keyin u Delaware universitetiga o'qishga kirdi. 1965-yilda ikkita mutaxassislik bo'yicha siyosatshunoslik va ingliz tili bo'yicha bakalavrlik diplomlarini qo'lga kiritdi. Bir 1968-yilda yutuqlari ro'yxatiga huquq fanlari doktori qo'shildi. Shuningdek, u tanasidagi astma tufayli harbiy xizmatni o'tay olmadi. Jo Bayden birinchi rafiqasi Nelia bilan Bagam orollarida talabalik ta'tillarida tanishgan. 1966-yilda ikkalasi turmush qurishga muvaffaq bo'ldi. Dastlab Nelianing ota-onasi ushbu turmushga qarshilik ko'rsatdi. Chunki ular qizini katolik tarbiyasiga ega bo'lgan yigitga berishni istamadi. Shunga qaramay, u ota-onasining qaroriga bo'y sunmadi. 3 yil o'tgach esa ularning Bowl ismli birinchi farzandi tug'ildi. 1969-yili Jo Bayden taniqli mahalliy respublikachi William Priket tomonidan boshqariladigan Wilmington yuridik firmasiga ishga kirdi. Keyinchalik esa respublikachilar safiga qo'shilishga muvaffaq bo'ldi. Dastlab u jamoat himoyachisi sifatida tanildi. Aynan shu yillarda yaqin hamkasbi bilan birgalikda o'zlarining yuridik firmasiga asos solishdi. 1970-yili Baydenning Hunter ismli o'g'li tug'ildi. Ko'p o'tmay u Naomi ismli qizli ham bo'ldi. Aynan o'sha yillarda Bayden Newcastle tuman kengashi a'zosi etib saylandi. 29 yoshida u amaldagi respublikachi senator Keil Bagosni chetlab o'tdi. Baydenga uning oila a'zolari katta yordam berdi. Ular saylovchilar bilan shaxsan uchrashdilar. Saylov oldi dasturlarining muhim bandlari bilan tanishtirishdi. O'sha vaqtlarda Bayden Vyetnamdan Amerika askarlarini olib chiqishni yoqladi. Adolatli soliqqa tortish va soliqni saqlashni isloh qilish haqida ko'plab takliflar kiritdi. Saylovga bir necha oy qolganda u raqibidan 35% ortda edi. Ammo o'zining kuchli va ta'sirchan fikrlari tufayli saylovda g'alaba qozondi. Lekin bu quvonchli kunlar uzoqqa cho'zilmadi. 1972-yili 18-dekabrda Baydenning rafiqasi va uning 1 yoshli qizi avtohalokatda halok bo'ldi.
Fojia yuz bergandan so'ng Jo Bayden senatdan ketishni istadi, ammo senatning yetakchisi Michael Mansfield uni bunday qilmaslikka ko'ndirdi. 1988-yilda Jo Bayden miyasidan operatsiya o'tkazdi. Unga tomir anevrizmasi tashxisi qo'yildi. 3 oy o'tgach, u ikkinchi operatsiyani o'tkazdi. 1974-yilda esa Time jurnali Jo Baydenni kelajakni o'zgartira oladigan 200 nafar a'zosi qatoriga qo'shdi. Jo Bayden prezidentlikka birinchi marta 1987-yilda nomzodini qo'ygan. Ammo u o'z nutqida Britaniyaning Laboristlar partiyasi yetakchisi Neil Kinnockning so'zlaridan foydalanganligi aniqlandi. Ushbu ko'chirmachilik evaziga uni nomzodlardan chiqarib yuborishdi. Bayden 2008-yilda ikkinchi marta prezidentlikka nomzodini qo'ygan, lekin uning saylovdagi qatnashuvi muvaffaqiyatsiz o'tgan. 7 oydan so'ng esa Barack Obama uni vitse-prezident etib tayinladi. 2009-yilning 20-yanvar kuni Barack Obama va Jo Baydenning inauguratsiyasi bo'lib o'tdi. Jo Bayden vitse-prezidentlik lavozimida 2009-yildan 2017-yilgacha ishlagan. Aynan u AQSh va Iroq siyosati uchun javobgar edi. Barack Obama ma'muriyati a'zolari orasida Baydenning o'rni yuksak bo'lgan. Tashqi siyosatda u Rossiya bilan yaqin iqtisodiy aloqalarni saqlab qoldi. 2012-yilda Demokratik partiya AQSh vitse-prezidenti sifatida Baydenning nomzodini ilgari surdi. Obama va Bayden bu saylovda g'alaba qozondi. Shuning uchun ikkalasi ham ikkinchi muddatga qayta saylandi. 2015-yilda Jo Bayden oilasida yana bir fojia yuz berdi. Aynan shu yili Baydenning 46 yoshli o'g'li Bo miya saratonidan vafot etdi. -2016-yilda Bayden yana prezidentlik saylovlarida qatnashish istagini bildirdi. Lekin Barack Obama Hillary Clinton g'alaba qozonishi uchun ko'proq imkoniyatga ega bo'lishiga ishonib, uni bu fikrdan qaytardi. Lekin afsuski, AQSh aholisining ko'pchiligi Donald Trump uchun ovoz berdi va Trump AQShning 45-prezidenti etib tayinlandi. 2019-yilning 25-aprel kuni Bayden o'z nomzodini yana bir bor prezidentlikka qo'yishini ma'lum qildi. Bu millatning asosiy qadriyatlari, dunyodagi bizning pozitsiyamiz, demokratiyamiz, Amerikani Amerikaga aylantirgan barcha narsalar xavf ostida. Shuning uchun bugun men AQSh prezidenti saylovlarida o'z nomzodimni e'lon qilaman. Saylovning boshidan to oxiriga qadar Bayden yuqori natijaga ega bo'ldi. Saylov so'ngida esa u 56.87% ovoz bilan o'z raqibi Trump ustidan g'alaba qozondi. Tabiiyki, Trump va uning tarafdorlari mag'lubiyatni tan olmadi. Dastlab ular turli norozilik namoyishlariga chiqishdi. So'ngra ushbu namoyishlar ommaviy tartibsizlikka aylandi. Lekin bu holatga qaramay 2021-yilning 20-yanvar kuni 78 yoshli Jo Bayden rasman AQShning 46-prezidenti etib tayinlandi. Bu saylovda haqiqiy demokratiya yuqori pog'onaga ko'tarildi. Hammamiz AQShning haqiqiy kelajagi uchun ovoz berdik. O'ylaymanki, tarixdagi yuksak Amerikani o'rniga qaytarishning vaqti keldi. Mana videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, unda like bosing. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, unda iltimos obuna bo'ling. Qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni ham unutmang. Shunda siz bizning qiziqarli videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Siz bilan har doimgidek Faktlar TV kanali bo'ldi. Kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.